Bugungi videoda biz Minecraft'dagi eng qo'rqinchli va sirli mavjudotlar haqida gaplashamiz. Joylarga yaxshilab o'rnashib olinglar. Men unda videoni boshladim. Diqqat, video juda ham qo'rqinchli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 18 yoshga to'lmagan va qiz bolalar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos videoni tark etinglar. Black Ghost, ya'ni o'zbekchasiga qora gaz degan ma'noni anglatadi. Bu Minecraftdagi eng sirli va qo'rqinchli mavjudotlardan biri bo'lib, u oddiy gazning qorong'u versiyasi sifatida tasvirlangan. Va ko'plab o'yinchilar bu mavjudotni Nezerda, ayniqsa chuqur va qorong'u joylarda uchratganini da'vo qilishgan. U oddiy gazga qaraganda ancha katta va butunlay qora rangda. Uning ko'zlari ba'zida qizil rangda, ba'zida esa oq rangda yaltiraydi. Shunga o'xshagan bala gaplar. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Hozir sizlarga buni ko'rsatib beraman. Xullas, ikkita o'yinchi yangi mer ochib o'ynashga kirdi va ularning maqsadi shunchaki Minecraft o'ynash edi, lekin bunday bo'lmadi. Ular asta-sekin kuchayib almas ham topishdi va ularning miyasiga birinchi kelgan narsa Nezerga borish edi. Lekin ularni Nezerda dahshatli narsa kutib turganini bilmas edi. Va ular shoshqaloqlik bilan portalni ham qurishdi va birdaniga Nezerga ketishga qaror qildi. Nezerga kirganlaridan so'ng bu yerda nimadir netolligini his qilishdi. Menimcha sizlar ham his qilgan bo'lsanglar kerak, o'yin boshidan beri nimadir netolligini. Bu yerda hech qanaqangi mob yo'q edi. Va ular hayron qolishdi. O'zi biz qanaqa rejimdamiz deb. Va shu payt o'yinchi nastroykaga kirib, rejimga qaraganda easy rejimda turgan ekan, lekin hech qanaqangi mob yo'q. Va ular garanga o'xshab bu yoqdan bu yoqqa aylanib yuraverdi. To'g'risini aytsam, men bu pastda yozishaverib zaynab qoldi. Keyin ular Nezerga birinchi marta kelgandek hamma yo'lga qarayverishdi. Bu yoqdan bu yoqqa yurganidan so'ng sandiq topib olishdi va sandiqni ochishi bilan dahshatli ovozlar chiqa boshlashdi. To'g'risini aytinglar, baba qo'rqdinglar, biroz bo'lsa ham. Tan olinglar. Va o'sha niger bir lahzaga ko'rinish berdi. Mana ular shuncha narsani ko'rib hali ham yozishyotibdi. Shu payt bu o'yinchining sherigi o'zicha mardlik qilaman deb qayoqqadir yugurib ketib qoldi. A few moments later. Sayoq yursang tayoq yeysan deganday, mana bu dardisar sherigi chatda o'zicha vahma qilib tashladi. Va o'yinchi sherigini topish maqsadida uni qidirishga yo'l oldi. O'yinchi nihoyat uni uchratdi. Ko'rganinglardek, u sherigini surib ketayotganida juda ham g'alati ko'rinar ekan chekkadan. O'yinchi lash-lushlarni yig'ishtirdi-da, Nezerdan chiqib ketishga qaror qildi va portal tomon yo'l oldi. Kelib ne ko'z bilan ko'rsinki, portal o'z-o'zidan sinib ketayotgan edi. U juda ham tushunarsiz holatga yuz keldi va juda ham qo'rqib ketdi. O'yinchi Nezerda abadiy qolib ketgandi. O'ynashmagin arbob bilan shapaloq bilan. Qissadan hissa shuki, hech qachon negerlar bilan o'ynashmang. Xoh u odam bo'lsin, xoh u gaz. It disappeared. What's that? Oh my gosh! Hozir siz nima uchun bu tog' xuddi creeperga o'xshab portlaganiga hayron qolyapsizmi? Unda hayron qolishga hali shoshilmang. Oldinda bundan-da dahshatli narsalar sizni kutib turmoqda. Bularning barchasi qonli oy sababli. Qonli oy bu ham Minecraft afsonalaridan biri hisoblanib, u kecha juda ham qo'rqinchli bo'ladi. Ya'ni o'sha kechada qonli oy chiqishi bu juda ham dahshatli bo'ladi. Doimgidek ikkita o'rtoq yana yangi mer ochdi va bu kecha qanday bo'lishini tasavvur ham qila olmasdi. It is! Dude, it's red! The moon is red tonight! Oh my gosh, you mean this is real? Oh my gosh! Ha, bu yigitlarimizni ham omadi kelmadi. O'yinchilar sarosimaga tushib, o'zlarini yo'qotib qo'yishdi va ular moblar bilan nimadir xatoligini ham tushunib yetishdi va tashqariga chiqib moblarni ko'zdan kechirishga qaror qilishdi.
I'm going out. Sheep sure looks normal. Where are the mobs? Look, there's a creeper. I'm gonna go take a peek at some of these mobs over here. Wait. Oh! Its eyes are red! Oh, and everyone, all their eyes are red. All the hostile mobs. Oh, this is crazy. Ko'rganinglardek o'yinda moblarning ko'zlari qizil rangga aylanib qolgandi. Running. Oh, what in the world? Oh my gosh! The lake! There are like tons of zombies! Oh my gosh! Zombilar tasavvur qilmas darajada juda ham ko'p spam bo'lgan edi va o'yinchi qo'rqqanidan qayoqqa qochishni bilmay qoldi. U nihoyat zombilardan qochib qutuldim deb o'ylaganida Over here. What the? Oh, what the? Oh my gosh! Oh! Oh! You will not believe this. Oh my gosh! xuddiki bu mirdagi hamma moblar faqatgina shu o'yinchini ta'qib qilayotgandek edi va ularning ko'zlari qizil va juda ham qo'rqinchli edi. Va bu yerda aytishicha Berry butasi faqat 1.14 versiyadan keyin qo'shilgan ekan va bu o'ynayotgan versiya 1.12 versiya ekan. Lekin bu o't bu yerda nima qilyapti? Oh! No! Dude, they're sprinting. They're like super fast. Shoot. No, get in. What the? Agar yaxshilab qaragan bo'lsanglar, zombilar odam singari tez yugurishmoqda va bu o'yinchini ortidan quvlab uni o'ldirishdi. Agar ushbu videodan so'ng obunachilarimiz soni 5000 taga yetsa va ushbu video 200 dan ko'p like to'plasa, yana bitta horror video chiqarishga harakat qilaman. O'shaning uchun like va obuna tugmachasini bosinglar va kommentariy orqali Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar. Ko'rishguncha